savol bersam yig'lamaysizmi? Instagramga qo'ygan vaqtimda hamma yig'ladi, nimaga yig'lataverasiz deyapti-da. Yig'lamayman desangiz, gaplashamiz. Sizga achchiq haqiqatni aytaman. Endi bundan buyog'iga kechqurun kelganda, "Ona, nima ovqat qildingiz?" deb uyg'otmaydi o'g'lingiz. Yarim yo'lga yetganda telefon qilib qo'yadi. "Men boryapman, ovqatlarni tayyorlab qo'y" deydi. Ertalab ishga kechki uyqusidan tura olmasa, shartta xonasiga kelib, "Tur o'g'lim, ishga kech kelyapsan" deb kira olmaysiz. Sekin xonasini taqillatib kirasizda. Ya bo'lmasa kelin Jalolbekka ayting, "Ishga kech kelyapti, uyg'otib yuboring" deysiz. Agar mabodo keliningiz bilib bilmay qo'lingiz ortib qo'ysa ham, kelib o'g'lingizga ayta olmaysiz. "Qo'y, shu bolalarim baxtli yashasin, tinib tinchib ketsin" deb. Endi savolga o'taman-da. Nimaga bizning onalarimiz bunaqa? Faqat bolam deb yashaydi. U bilan o'zini o'ylamaydi, o'zi uchun yashamaydi. Shu baxt bizga. Bolamizni borligi baxt. Sizning baxtimiz bolalarimiz. Ko'rgularim baxtlilarga xos. O'zimni o'tib qo'yaman yana. Qo'lingizdan tutib yuray iltimos. Adashib qolyapman dunyoda, ona.